Hürmetli vatandaşlık siyerlerimizi devamlaştırımız en de muhakeme. Bugünkü İslam eşkime 20. yıl Şincan'ın 2. günü yaptığı düşenme. Muhakemini kıyerden başlayımız. Mesela 29. gün Amerika koşmuş tahtları bilen Taliban'la değişiklik gelişimi imzaladı. Bu gelişim burayından bütün vaziyetine kandak tesir görürsün. Bolup Xitay'ın vaziyetine, devlet vaziyetine kandak tesir görürsün. Ondan Uygurlarning takdiriga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bugun Uyg'uristonda yetkilayotgan, yuz berayotgan shu vaziyat tagi-tagisini aytganda, buning jiddiyligi va kaskinligini aytganda 2001-yil 10-oyning 7-kuni G'arb armiyasining O'rta Osiyoga, ya'ni Afg'onistonga yetib kelishi bilan munosabatli. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistondan askar chekindirdi. Endi Xitoyning Afg'oniston bilan bo'lgan munosabatini va umumiy Talibanlar bilan kelishim imzolandi qanday? Bu tarafga tahi aniq emas. Biroq bu yerda savol qo'yamiz sizga ham, shunday qilib biz tushunayotgan va bizning leksiyamizni anglayotganlarga ham bu kelishim Afg'oniston Amerika Qo'shma Shtatlari tinchlik kelishimi. Burayına qanday ta'sir ko'rsiz? Uning ustiga hozir Prezident Trump efendi men bir vaqtlar bir zamonlar yetib kelganda balkim Talibanlarning boshlig'i bilan ko'rishishim mumkin dedi. Demak, ish taraqqiy qilib mushiyaga yetdi. Afg'oniston ishi. Afg'oniston bir tomning o tarafidagi bir davlat. Afg'oniston, ya'ni Uyg'uriston bir tomning bu tarafidagi bir davlat, mustamlik davlat. Bu 3 qatim mustaqillik jakarlık urildi. 3 qatim mustaqillik jakarlab ega bo'lanmadi. Hozir mustamlik davlat. Nemişki meyli G'arb dunyosi bo'lsin, meyli zaman bo'lsin, meyli cho'ng davlatlarning siyosati bo'lsin, Afg'onistonga shu darajada qiziqadi Uyg'uristonga nemish qiziqmaydi. Mesela buni strategik o'rnidan aytganda Afg'onistonning o'tmishdagi strategik o'rnining hozirgi ahamiyati nima? Uyg'uristonga nisbatan aytganda o'tmishdagi strategik qimmatga ega bo'lmagan bo'lsa, Uyg'uristonning bugungi strategik qimmati nima? O'tmishda Afg'oniston Hind okeaniga chiqishdan eg'izi, dengiz eg'izi yoki shunday bir qo'ltoq paydo qilishdan eg'izi, To'ng'mas dengiz sohiliga, ya'ni To'ng'mas portga ega bo'lishdan chiqish eg'izi deb ataladigan bo'lsa agar Afg'oniston bugun Uyg'uriston quruqlikdagi Malakka bo'g'oziga aylab, ya'ni Yevro Osiyoning markazida Uyg'uriston bugun haqiqatan quruqlikdagi Malakka bo'g'oziga aylab. Hozir Uyg'uristonda bo'layotgan ishni ko'ryapsizlar. Tunigillarni 80 mingni undan boshlab elib ketyapti. Hozir nazarband qilingan Uyg'urning yoshlarini ichkari Xitoyga elib ketyapti. Buning sababi nima? Xilma-xil sabablar bo'lishi mumkin. Lekin Xitoy buning sababini tushunadi. Birinchi sabab yo'qotish. Uyg'urni yo'qotish. İkinci sebep kun tartib bo'yicha amaliyotni ijro qilgan ish tartibi bo'yicha Uyg'ur yoshlarini qayerga o'rlashtirish. Bular kezi kelganda isyonkor bo'la oladigan, har qanday ishlarni qila oladigan Uyg'ur yoshlari deb gumon qilganda Xitoy hokimiyati hozir bu yoshlarni yo'qotish. Yo'qotishdan ichkari Xitoyga ketyapti. Bu ameliyatı siz yadlab algan hukumlar, kişilik hukuk hukumları içindeki kündü yadlaydıgan ve kündü takrarlaydıgan bir hukumuydu. Bir milletin yaşlarını ihtiyarısız aldı. Yakolanın ihtiyarı yok kaldı mecburlap özünün yaşavatkan vataneden gubernatörlük kılıvatkan devleti elketti. Dese bu kişilik hukukun birinci tarafı, birinci mezmunu, birinci şekli olup aldığınız koyuldu. Neymiş ki dünya buna köngül bilmeydi? Kuratkan kızlarının yok olup gitişine, komutu çivillerin yok olup gitişi köngül bilivatkan dünya, neymiş ki bir milletin yok oluşu köngül bilmeydi. Hazır Cumhuriyet özgürlüğü bulavatıdır. Belki dünya bu özgürlüğü qarab duruyotgan bo'lishi mumkin, hurmatli vatandaşlar. Siz mi şu özgürlüğü qarab turyotamsiz? Tayyorligingiz bormi? Hazır asosiyatdagi Uyg'ur da'vosi degan da'voning olqisini
yoki da'vo qilish tartiblarini Xitoyning siyosiy kuchlari egallab bo'ldi. Hozir chet elda Uyg'ur da'vosi degan da'vo mavjud emas. Xitoyning siyosiy kuchlari, Xitoyning tarbiyalagan bir qo'lliq tarbiyalagan siyosiy kuchlari egallab bo'ldi. Endi biz Gomingo'ga qaytib faqat Jungoning ichki vaziyati nima deganimizga qaraymiz vatandoshim. Jungoda nima o'zgarish bo'ldi? Bu balki xalqlik masaladir. Jungo siyosatining o'zgarishida bu Jungo vaziyati, Jungoning ichki vaziyati, Kompartiyaning hokimiyat beshiri turishi yoki yo'qolishi bu intayin xalqlik masaladir. Men shunga Gomingo bilan birlikda tegajak bo'lgan ko'z qarashlarini tanishtirib, sizlarga yetkazib keldim, hurmatli vatandoshlar. Bugungi xabarda nima deydi? Xopin chiqdi bugungi xabarida. Mavzu qo'yibdi. Agar Xi Jinping olmishib ketsa yoki uning o'rniga boshqa odam chiqadigan bo'lsa, Jungoning vaziyati nima bo'ladi? Anglayolmay qoldim. Lekin hozir Gomingo chiqdi nima deydi? Yang Jiechi. O bizning Yang Jiechi deydi. O bizning yani Jungoning ikkinchi ishkayi bo'lib qolishi mumkin deydi. Mayli Shangalda bo'layotgan ishlar, mayli hozirgi virus, yuqumli virus vaqasi, mayli Jungo bu davlatning xalqaro o'rni, xalqaro ta'siri, hozirgacha saqlab kelayotgan kishi Yang Jiechi. Yang Jiechi ayni vaqtda Washingtonda turishliq Jungoning elchisi bo'lgan edi. Yang Jiechi yosh vaqtida yoki bola vaqtida Deng Xiaopingga kotib bo'lgan edi. Mushu nokta mush arif ko'rinishlarni egallasiniz, balki Yang Jiechining Jungo siyosatida tutgan o'rni zo'r bo'lishi mumkin. Yang Jiechi bugun Jungo diplomatiya sahasining diplomatik siyosat sahasining peshvosi yoki donishmani. Mushlarni so'zlab kelib bugun Gomingo deydi, yuan ishga ekan. Shanxay inqilobi degan inqilob şu vaqtdagi Manju hukmronligini og'dirdilar emas. Manjuning hukmronlik taxtini bitchit qilgan kishi Yuan Shikay darlarning birisi edi. Yuan Shikay Manjuriya hukmronligidagi darlarning yoki bugungi so'zla aytganda vaziri bu zotlarning birisi edi. Yuan Shikay siyosiy o'zgarish qilib oxirgi hisobda podshohni el qildi. Va u yüzünü birinci cho'ng prezident deb e'lon qildi. Bugun endi Jungoga hozir Gomingochi bo'lganda tayyorlanayotgan ikkinchi darajadagi Yuan Shikay Yang Jiechi bo'lib qoladi degan xulosani chiqarmagan bo'lsa-mu Gomingo, biroq buni nihoyat ezib, nihoyat atrofli tushuntirib o'tdi vatandosh. Demek bir yerde Gominda Kompartiya aldırılan emas. Aldırılsın hem de aldırılmaydigan gaplar chiqib qoldi ko'chaga davreyle. Kompartiya aldırılan aman hokimiyatga kim yetib keldi? Bu intayin nozik gap. Bu intayin nozik gap, hurmatli vatandosh. Bunga partiya ishida, hukumat ishida bir nopozliq odam bo'lish kerak. Xalq bo'ladimi odam deydigan bir nopozliq odam bo'lish kerak. Hozir shu odamni Gomingo kim deb tanlayotdi? Diplomat Yang Jiechi deb tanlayotdi. Balki shundaqdir. Buning keyingi tahlillerini aldırmay anglaymiz, hurmatli vatandoshlar. Bu masala shunday yetib keldi. Yang Jiechi bo'lsin, o'zgarish bo'lsin, Gomindan ko'krab quruqlik chiqarmaydi. Yo'q, Gomindan tugagan partiya, xuddi Kompartiyaga o'xshagan bir partiya. İsimlerde ve son Gomindan partiyası ve armiyası Uygurlarda yenilgen partiya, Uygurlarda yenilgen armiya vatandaşlar. Gomindanın endi Uygurlar doğrusu gap qilish salohiyati yo'q. Gap qilsa sapsati bo'ladi. Chunki sen yengildim. Fakat xalqaro jamiyat, xalqaroga cho'ng katta konferenslar yig'ilib, Uyg'ur armiyasi manas bo'yi to'xtatib qo'ydi. Shahar kirsa mustaqillik chaqirmaydi. Öğrenecek görürse müstakillik çakalı. Şu Gomindan armiyasının hem de Uygur doğrusu onu böyle değişikliğine hiç kadar ait yok. Ama da onu koyup durayla. Yuan Shikay Gomingo'yu aytqanda ikinci Yuan Shikay Yang Jiechi bulup kalsa bugün Xopin efendi. Mümkün hop aytib oturup koygan sualmış o. Jungo'da nime özgürüş olur mesela Xi Jinping'nin hakimiyeti almasa Jungo'da nime özgürüş bulunur. Onun o ulaplı Gomingo'yu bugün deydi ikinci Yuan Shikay oturup çıkırdı dedi bu Yuan Shikay kim? Hazır birinci vakt Gomingo'yu bu Yang Jiechi deb görüştü.
Uygur'un takdiri kandak buldu. Ben bugün bir şey de eyte, yeşilmiş, yaşlı yitirmiş ya, köpken hürmetlisi vatandaşım, Uygur'un takdirini Uygur'dan başka hiç kim belgileyemez. Lakin şer, Uygur'da şu an bağı mı yok, Uygur'da şu cesaret bağı mı yok, Uygur'da şu teşkilatçılık bağı mı yok, Uygur'da şu köş bağı mı yok, bu nesle bağı mı yok, hemmisi var. Uygur'da hemmisi var, fakat bunun içindeki en aciz birisi anlıklık. Uygur'da kim nesi şu? Anlıklık ya. Muşada bolsa Uygur özden takdirini özel kılalaydı. Hiç kandak bir gomaştı böyle özü siyasi maksidini sana tanımaydı. Her kandak bir sana yardım kıldığın şey, herkes sana samimi yardım kılmaydı. Uygur bu şu vaziyette eğer Cungo'da şundak özgürüş buladigan bolsa, hakimiyeti bir özgürüş buladigan bolsa, Yangjachidak birisi işkinci yuanishkay bolup tarixdagi yuanishkay, Shanxay inqilobi davridagi yuanishkay Cungo'da o'tirib chiqadigan bolsa, Cungo'da ichki urush, ichki mojaroni saqlab qala oladigan, uningda xalos bo'la oladigan, shuning oldini ola oladigan bir vaziyat kelsa, o holda agar hele resmiyetçilik, meyli xalqaro resmiyetçilik, meyli başka resmiyetçilik, umumi saylam, referendum bilan tashlash, teşkilçilik, teşkilsizlik, anarxizm, yani hükümetsizlik, yoki boshboshdoqlik, militaristlik, ichki yig'iliq, ichki urush, shunday bir nimalardan xalos bo'ladiganlar bo'lsa, Uygurlar muş jarayonda resmiyetçilik bilen mesela saylam bilen kandak adamla tanlash meselesi Uygurlar seviyesi.